Bugun sizlar bilan birgalikda lamon qilamiz. Lamonga 3 ta kartoshkani artib oldim, 2 ta piyoz artib oldim. Sabzi kerak deb sabzi ham artdim, lekin kerak emas ekan. Keyin hamma masalliqlarimizni artib olib, yaxshilab suvda yuvib olamiz. Piyozlarni mayda qilib to'g'rab, kartoshkalarni uzunchoq qilib to'g'raymiz. Go'shtlarimizni ham chiroyli qilib to'g'rab olamiz, lekin bu videoda tushmabdi. Bitta truppa ham xuddi kartoshkaga o'xshatib, uzunchoq qilib olamiz. Keyin lamonni o'zining karami bor, karamini o'rtasini qattiq joyini olib, uni ham turburcha qilib to'g'raymiz. Bolgarskiy pomidorlarimizni ham xuddi shunday qilib to'g'rab, qozonga go'sht bilan piyozni solamiz. Yaxshilab qovurib, piyozimiz tillarang bo'lgandan keyin kartoshka bilan trupimizni solib, yana qovurishni boshlaymiz. Keyin tomat solamiz. Qizarib chiqqandan keyin tuz, zira, pripravlarni solib, yaxshilab qovuramiz. Suv solish darajasiga yetguncha yaxshilab qovurib, pishirib olamiz. Yana pripravalarimdan soldim, men ko'proq shirin bo'lsin deb yana qovurdim. Chesnoklarimni ham to'rab sovordim. Bu yerda keyin karamim tayyor edi. Pomidor, bolgarskiylar bilan ularni ham hammasini solib yaxshilab qovurdim. Keyin ko'rsanglar, lamon pripravasini suv sovib bo'lganidan keyin ustiga solib, qaynab chiqqunicha kutamiz.